Biz Qozonsoy tumani Soybo'yi mehlisida joylashgan Isoq Tohirjon aka xonadonlariga kelganmiz. Ushbu xonadonga Agrobank ATB Qozonsoy tumani filali tomonidan aholi daromadlarini oshirish uchun 40 million so'mlik mahalla loyihasidan kredit evaziga chorva chorvachilik yo'nalishi bo'yicha loyiha paket kiritilgan. Ushbu xonadon chorvachilik faoliyati bilan shug'ullanadi hamda aholini daromadlik mehnat bilan band qilingan. Shu orqali 2 nafar fuqaroni ish bilan ta'minlangan. Oyiga 4-5 million daromad olib, hozirda yiliga 50-60 million so'm daromadga chiqilgan.